Qadrdonlar, Mishalkazor, Mishalka bog'i. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalar salomatmisizlar? Xudo xolasa bugungi temamiz mana bunday mishalka apparatlari haqida bo'ladi. Qadrdonlar, videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, sababi mishalkani qanday tuzilishi, nima sababdan bunday mishalkalar yasalayotgani, nimaga tashqi davlatdagi mishalkalardan qanaqadir farqi bormi, yo'qmi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Xudo xolasa o'tkazmasdan videoni batafsil ko'rasizlar degan umidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Ustagam, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu usta necha yillardan beri o'sha qo'llari kuyib svarka qiladigan akamiz. Bundan mana mishalka bo'yicha professional holatdagi ustalardan. Rahmat. Aka, mishalka haqida bizga informatsiya bering. Xudo xolasa aka. Shu mishalkani dastlab shu dadam men ukam birga yasaganimizda 2013-yil edi. Keyin shu narsani doimiy yasash 2017-yildan kirishganmiz aka. Mishalkamizni yillar davomida sinab, masalan, loy qoriganda loy sachratmaydigan, sifatli, tez, masalan, to'kilishlarga ham ahamiyatini berib, keyin hattoki arendaga berib, arendadagi o'sha ijaradagi kamchiliklarni to'g'rilab, masalan, arendada ijarada kerak bo'lsa kechasi ham ishlab chiqadi, chunki majbur holatlar bo'lib qoladi. O'sha holatlardan o'tib shu holatga keldi. Mana endi cho'chimasdan xalqqa chiqib, mana biz mishalka yasaymiz, shuni ustasimiz deyishga misol uchun botin olamiz. Mishalkamiz endi buni asosan konteynerda lislaridan, konteynerda profillari, hattoki turbalari ham shundan, mana ataylab bo'yamaganmiz, rangi shunda tursin deb. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Mana bunisi bu yetalab yurish uchun bo'ladi. Endi bu mishalkamiz ikki taraflama to'kib beradi. To'kishda mana oldiga to'kdi. Mana bunisi endi mana orqaga to'kdi. Bunaqa qiyin emas. Keyin loy tushganda ham og'ir bo'lib ketmaydi odamga. Misol uchun ba'zi bir joylarda ko'rganmiz, havaskor ustalar yasab qo'yishgan. Loy to'kadigan paytda bu Chekkan odamning joni chiqib ketadi. Sherigini chaqirishga majbur bo'lib qoladi, chunki ko'proq solib qo'yishi bor. Endi hozir bir yurg'izib ko'rsatib beramiz. Keyin mishalka mana ishlaganda qaltiramaydi, ortiqcha shovqin, ovozlar chiqarmaydi. To'kilishi ham, motorlarini ham to'kib ko'rsatishlari bor. Kelyapti, to'kishlarda. Keyin nimalari ham o'zi kirib qoladi. Stopper deymiz. Endi o'zi qayerda mishalkaga ishonch tushsa, mishalka tanlamoqchi bo'lsangiz, eng zo'r mana sirini aytib qo'yaman, mana remenni chiqaramiz. Mishalkani bitta barmoqla mana bo'ldi. Shu holatda aylanmagan mishalkadan ehtiyot bo'lishlarini tavsiya qilamiz. Sababi bundagi ruscha so'z endi bu sentrovka, ya'ni o'rtada markazi to'g'ri tanlangan, to'g'ri taqsimlangan bo'lsa, shunaqa aylanib turadi. Uzoqroq muddatda aylanadi. Podshipniklar ham yangi qo'yilganligi uchun bu sinovdan o'tgan. Bu yillar davomida bu holatga kelganda 1 kun yo 2 kunda bo'lib qolmagan. Alyumin bo'lgan. Bu ham yomon narsa emas. Chunki buni o'zidan ortiq nagruzka tushmasa bu sinmaydi o'zi. Buni og'darib olgan. O'shanda singanligi uchun buni biz temir bilan alishtirganmiz. Shkifimizni diametri ham katta. Bu shkifni ham kattaligi motorni nagruzkani kamaytiradi. Kamaytirib beradi. Odamlar ichida savol bo'lishi mumkin. Haligi chet elda mishalkalarda ishlatgan odamlar biladi. Qandaydir ularda qulaylik zo'r. Masalan, bitta korobkada keladi, hamma o'zi terib olish imkoniyati bor. Bemalol. Odatda 1 yil bo'ladi. Ko'pi bilanda, masalan, biz bir sezonda 2 ta, 3 ta mishalka ishlatgan holatlarimiz ham bo'lgan. 5 yil, 6 yildir undan avvalroq akam o'zini yasagan mishalkalarni ham ko'rdik. Akam aytmoqchi, bu yillar davomida akam buni o'zi maromiga keltirgan. Qayerda aybi bor, qayerda nuqsoni bor, arendaga bergandan keyin arenda ishlatuvchi hayotda bu dam olib tursin demaydi. Joni chiqquncha ishlatadi. Masalan, og'ir nagruzkada ishlatadi. Masalan, o'zimiz ham arenda olib kelsak, oxirigacha ishlatamiz. Shu probalardan o'tgandan keyin akam shuni aytdiki, mana bu yerlarga qalin listdan foydalanish kerak. Iloji boricha o'sha qalin listlardan foydalanib qilinsa, mana shu ishqalanish ko'p bo'lgan yerlari teshilib qolmas ekan. Sababi hozir 4-5 yilda teshilib qolibdi. O'zi asli 4-5 yil o'zi kichkina muddat emas. Bitta apparat buzilishi uchun.
Lekin o'sha 4-5 yilda ham akamga mana shu qozonni yamab bering, ustida teshilib qoldi demasin deyapti ekan. Ko'rdik, aynan ko'zim bilan ko'rdim shu narsani. Mana bu yerlarni ham hozir bo'layotgan jarayonlarda bitta-bitta qo'yib beramiz sizlarga. Buni Rolga rullik varianti deb so'rashadi ko'proq bu shu Namanganda, keyin boshqa taraflarda so'rab qolishadi. Mana buni ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Ha, rolli variant. Mana bu rolli variant. O'sha haligi Xitoyda meshalkasini suyib ishlatadigan akalar bo'lsa, qaniydi shu baquvvat bo'lsa-yu, buzilmasa-yu degan akalarga mana shuni tavsiya qilamiz. Hattoki 50 kurakgacha aralashtirib beradi. Men shu narsaga javob beraman. Shu qozoni to'la bo'lsa ham ishlataveradi. To'la bo'lsa 55 lapatga sement va shebenni qo'shgan holatda 55 lapat suvdan tashqari ishlatadigan akalarimiz ham bor. Sinab ko'rdik uka, to'g'ri aytibsiz dedi. 55 lapatkida toshib chiqdi dedi. Shunaqa qilib ishlatib yurishibdi. Bu ham tez oborotlari loy o'sha sob bo'lganicha qori bo'ladi loy. Kutib, uni chala bo'lib qoldimikin, nima bo'ldi ekan deb ichiga qarab o'tirmaydi ustalarimiz. Bemalol 2 tayragacha qori beraveradi. Loyda qanaqa qoradi, to'kish qiyin emasmi deydi. Ikkalasi ham unaqa qiyin emas. Bizni joylarda rulligidan ko'ra buni oddiysini yaxshi ko'radi. Bu hadavoyroq. Ba'zi bir joylarda rulligini yaxshi ko'radi. Kim videoda ko'rib turgan bo'lsa, yangi mana avtomatlari hamma yo'g'i joy-joyda ekan. Bu varianti bilan narigi variantning narxida farqi bormi? Rulli variantimiz 4 million 200 minggacha chiqadi. Buni o'sha shertsanasida, rulida yasaydigan bolaga ham ko'proq pul beriladi. To'kir ishlari bor. O'ziga yarasha hashami deymiz. Hasham bor, ha. Masalan, oddiy turbani svarka qilib qo'yish bilan buni shakllantirish bilan buni shakllantirishda katta farqi bor. Albatta, vaqt oladi bu. Motori necha kilovatli? Motorlar 3 kilovat motor qo'yamiz asosan. 3 kilovatlik. Adashmasam 1,5 ming ko'rdimmi? 1,5 ming oborotli. 1,5 ming oborot yangi motor qo'yiladi. Yangi motor qo'yiladi. Endi xohlasa rossiyskiy so'raganlarga faqat o'sha buyurtma asosida beraveramiz uni ham. Uni ham faqat 3 kilovat qo'yamiz. Yangi xo'jalik 150 metrgacha kabel tortib boradi o'zi. Birinchi o'rinda beton quyiladi, keyin oxirida tok kirib keladi. Xuddi shunaqa, xuddi. O'shaning uchun iloji yo'q o'shanaqa 3 kilovat. Masalan, bunga past kilovat qo'ysa ham ish beradi, lekin u 220 dan pasayib ketganda qiynalib qoladi. Keyin asosan pachimlar polniy o'sha yangi bo'ladi. Detallar yangi bo'ladi. Pachimliklari mana bu joyda hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu pachimligi, mana hattoki o'sha tovarnitsa deydi ruschasiga, yog'lab qo'yadigan joyi ham bor. Mana shayba ikkita gayka svarka emas. Keyin bu joydan legirovka qilib, ovozini sozlab qilsa bo'ladi. O'shaning uchun meshalka yengil. O'shaning uchun motor ko'p ham qiynalmaydi. Bu yengilligini hisobiga motor ko'p qiynalmasa uzoq xizmat qiladi. Uzoq xizmat qilsa egasining daromadi yaxshi bo'ladi. To'g'ri gap. Bunimiz 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm. Bu hozir ustaxona narximi, dastavkalari yo bormi? Yo'q, dastavkalari aka alohida hisoblanadi. Alohida. Masalan, yetkazib beraverasiz, lekin yo'l kirasini kelishasiz. Yo'l kirasi kelishlar shofyorlar bilan. Sizlar videoni davomini ko'ringlar. Sababi video davomida sizlarga o'sha qanaqa detallardan foydalanganini bitta-bitta ko'rsatib o'ramiz. Ham bu sizga manfaatli bo'ladi, qanaqa mustahkamlik bo'layotgani haqida, ham qaysi tanishingizga qiziq bo'lsa, shuna videoni tashlab qo'yasiz, u ham ma'lumotga ega bo'ladi, xudo xolasa. Mana aka o'sha siz aytgan, maqtagan temir shkifimiz shu ekan. Buni xohlasin, ursin, yiqitsin, nima qizig'i yo'q ekan. Hamma joyi temirdan yasalgan. Yana to'g'rilab olaveradimi, sinib ketmaydi. To'g'rilab ishlatib ketishaveradi. Xo'p, qadrdonlar, hozirgina plazmaga qo'ygan mana bu listimiz 4 mmlik. Sizlarga video davomida qo'yib yubordim. Qozonini mana bu yerlari teshilib qolganligi uchun mana shu listdan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qalin listdan foydalanib qilingan orqa tomoniga. Bu apparat biroz og'irlik bo'lishi mumkin. O'sha zavodskoy, firmeniydan ko'ra og'ir bo'lishi mumkin, lekin ishlash muddati uzoq. Bu aka Xitoyga borib qolsa 3 ta meshalka chiqarib beradi. Bu temirlarni. Mana bu joyi 1 sm chiqadi uni. Chunki o'qit ko'tarib turuvchi ham hamma nagruzka shunda. Tosh urilib birinchi o'tadigan joyi ham mana shu bo'ladi. Birinchi nagruzka shunga tushadi. Shunga tushadi. Keyin bu qozon ushlab turadi. Keyin mana buni mana beliga nagruzka tushadi, undan keyin oxirida tumshug'iga keladi. Tumshug'iga loy chiqib borganda. Ishqalanish etdi, unaqangi bo'lmaydi. Yangi profildan qilsa bo'ladi, yaxshi, bizga yaxshi. Chunki uni metr uzun kesish, obработка qilish oson, lekin u qimirlab ishlaydi. Ushasiga ma'qul desa, o'shandan qilib beriladi. Yo'q, yupqaligi bor. U yupqa.
chunki o'sha nimadagini qalin nimalari kelmaydi bunaqa. Misol mana bu joyda 3 mm, ba'zilari 4 mm chiqadigan bo'ladi. Bu ham o'sha konteyner mahsulot. Mana silliq, chiramagan, ertay erinmasdan shu ishlarni tozalab chiqiladi. Keyin bizni mishalkalarimizni e'tibor bersizlar, hamma narsasi butun, chiroyli narsa qo'yamiz, ma'qul kelmasa pulidan qochmay chiqarib tashlaymiz. Bu yog'lamasdan ishlatiladi. Chunki bu katta shesternasi ham, kichkina bolachasi ham zavodskiy, yedirilib ketmaydi. Mana 5 yil, 6 yil xizmat qilib kelib, qozonlar tugab ketgan. Qozonni yangi qo'yib beryapti. O'sha lekin shesternasini qaytib o'zi qo'yib beryapti. Qozon tugagan. Qozon tugayapti, lekin shestern tugamayapti. Bu yog'latmalar, yog'lamasin deyman. Chunki yog'lagan paytda bu orasiga mana biz ovora bo'lib tozalaganmiz, yaltirab. Bu yerga tosh, sement, albatta chang kiradi. Yig'ilib u joyda mishalki hozir men bittada aylantirsam 2 minut, 1 minut aylanib turgan narsa hattoki bir qarchim aylanmay qoladi. Yog' yopishi qarshilik bo'lib qoladi. Yog' yopishi o'ziga nimani o'sha yerdagi shuqum shag'allar yig'ib oladi. Tuka turganda to'xtab qolyapti, tuka deydi. Boshqa mishalkalarda ko'p ko'ramiz. Aka shesternasini orasini tozalab qo'yamiz, yog'lab qo'ygansizlar. Keyin pachinini bir qator yangilatib qo'yamiz deyman. Yana olib, ochib ishlatiladi. Mana shu narsalardan foydalaniladi. Endi bu yangi baribir o'ziga yarasha yaxshi xizmat qilib turibdi aka. Albatta. O'zimiz ishlatganmiz, burchak kuyganmiz, beton kuyganmiz, arendaga berganmiz. Mana endi Allohga shukr shu oxiri bori tayyor mishalkachi bo'ldi qoldi. Endi qarang, siz odamlarga kerak ekansizki, odamlar sizga telefon qilib, aka bizga mishalka deyapti-da. Agar hali birovga keraksiz qilib qo'ymasin. Hamma kerakli bo'lib yuraveraylik. Xo'p, qadrdonlar, akamni o'sha ish jarayonlarini ham qo'yib yubordik. Bo'layotgan masalan plazma apparati hozir bu yerda sizlarga katta ishlab chiqarishni qo'yib turib, bir tomondan sizlarni da'vat qilishimiz mumkin. Mishalka bunaqa katta stanovlarda olib ishlab chiqarish qilinglar, kuchaytiringlar. Masalan, O'zbekiston uchun, umuman O'rta Osiyo uchun rivojlanish uchun zo'r bitta tomoni, ikkinchi tomoni, agar mabodo mana shunaqa mishalkalar kerak bo'lsa, birinchi qo'lda topib olinglar. Aynan sexiga olib, mana shu yerdagi katta narsalarni masalan sizlar ko'rsatyapmiz. Masalan, mana shu narsalarni ham bu akam o'sha narsalarni juda ko'p boshdan o'tkazib, masalan, birinchi qo'l ishlab chiqaryapti. Sizga cheres bo'lib borib, masalan, qanchadir qimorroq olmang. Yani 4-5 yil o'zi oz muddat bas, teshilib qolgan remontiga olib kelishibdi. Shunaqa. Masalan, hozir shuni ham remont qilib berasizda. Qadrdonlar, ko'rasizlar, shikiflari kattaroq qilib, motorga nagruzka qilinmasdan qilingan, listlari o'sha qattiqroq, qalinroq listlardan qilingan. Uzoqroq muddat ishlatinglar degan niyatda, masalan, hozir akam 4-5 yil bas, endi bir yo'l bir 10 yilda qozon teshildi deylardi, qalin qilyapti temirlarini. To'g'rimi? Nima edi, eski narsani olib kelib remont qilgandan siz yangi narsani qalinroq qilib berganingiz yaxshi-da. Bo'lmasam bu yerda oyoq bosibmi ketadi, remont qilib qo'yadi. Xuddi shunaqa. Qadrdonlar, hammamiz ham uyimizda qurilish qilamiz, yo bo'lmasa qanchadir tanishlarimiz ustadir, yo bo'lmasa bizni ko'rakanlar ustadir. Shu akamni raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Mishalka zarurat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, keyingi safar kelganimizda boshqa assortimentlarni ham ko'rsatamiz. Chunki buncha texnika bilan siz bitta assortiment bilan qolib ketmaysiz. Inshaalloh. O aniq ishonamiz. Shuni harakatlanamiz. Qadrdonlar, padeshka cho'pda laykni bosib qo'yinglar. Sababi biz O'zbekistondagi ustalarni sizlar padeshka qilmasalar, kim padeshka qiladi? Hammalar sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Charchamayman.